Polniy bak benzin sizlarga tekinga, xo'p. Agar 10 mingta ichida yana bo'lsa, Aha. men damasizga olib chexol qilib beraman. Chexol sizning nomingizda. Ha, o'zim nomimda. Gap. Polik qilib beraman. Gap yo'q. Qadrdonlar ketdi mana. Endi do'stlar bitta narsa, qaranglar, qo'shib hisoblab ketasizlar. Mana shu yerdagi mashinalarimizga 4 million bu mashinaga aksiya. 5 million bu mashinaga aksiya. 9 million bo'ldimi? Plus do'stlar, bunga 3 million, 12 million, 5 million skidka. 70 million tanlanadi. 75 million eski narxi mana do'stlarim. Minus 5 million bus parkimizga bo'lyapti. 70 million. Gap. Gap. Arsloningizdan yigit so'zdan $300 do'stlar chiqib qolgan joyga gap o't beraver. 65 million bo'lgan. Aha. Hozir bunga 3 million skidka beraman aka, 62 million bo'ladi. 3 million skidka do'stlar. 3 million necha bilan chiqadi aka bu? 7 million 300 million chiqaradi. 7 million 300 ming so'm bilan do'stlar chiqaveradi oy aka. Puli borganmi? 5 million skidka beraman. Gap a 5 million. Aha. O'zi tan narxi 58 million. 58 million tan narxi. 4 million skidkasi bor. 4 million skidka do'stlar bunga. 4 million bo'lsa, O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan. O'zim akajonlarim, tog'ajonlarim yaxshilab joylashib olinglar. Bugun do'stlar, O'zbekiston tarixida ilk bora narxlarni sezilarli darajada do'stlar tushirib yuboradigan do'stlar Ulug'bek aka oldiga kelganmiz. Oyma-oy to'lov do'stlar, kredit emas, oyma-oy bo'lib nasiya savdoga berish do'stlar bitta pasportga. 12 ta viloyat bo'yicha jigarlar. Ulug'bek aka assalomu alaykum. Qandaysiz? Tinchmisiz? Bo'lyapti ishlar? Nima gaplar aka? Quyosh qayerdan chiqdi aka? Mayoqdan chiqdimi, mayoqdan chiqdimi? Ikki tomondan chiqaryapmiz. Ikki tomondan chiqarib yubordingiz. Narxni arzonlatib yubordingiz. Do'stlarimiz aka, inshaalloh men Ramazon oyiga hammaga misol uchun hammani boshlanib qilamiz do'stlar. Ana bo'lmasa. Do'stlar, bo'lmasa yaxshilab joylashib olinglar. Obunachilarimiz agar aka 10 mingta like yig'sa, nima bonus qilib berasiz mana? Erkakcha kameraga qarab ayting aka. Agar 10 mingta like dadil like yig'adigan. Do'stlar aka, nima qilib bonus berasiz? Aka pulni bak benzin qilib berasizmi? Polik qilib berasizmi? Pulidan o't berasizmi? 10 mingta like yig'sa aka. Pulni bak benzin qilib beraman. Pulni bak do'stlar benzin qilib beraman. Eng zo'ri bo'ladimi? Bo'laveradi aka. Gap. Pulni bak benzin qilib bersa bo'ladimi? Jigarlar, sizlar bilan bugun Andijondamiz, Xudo xolasa eski shaharda do'stlar. Mogodamiz. Mashinalar narxini keskin tushirib yubordi akamiz. Chiroyli qilib bitta pasportga olib ketaverasizlar. Aka, skidka amaliyki bombasi bo'ladi, ishonib oling. Butun O'zbekistonga do'stlar ketgan bu skidka. Shuning uchun bemalol videoni oxirigacha qo'yinglar, bitta klass bosib qo'yinglar, kommentariyada fikrlarni qoldirib qo'yinglar do'stlar. Kamerani ortiga bo'lmasa o'zim o'taman, jigarlar, sizlardan har doimdek bitta havas qilganlar like bosib qo'yasizlar. Xo'p, bu mashinamiz aka 2014. Aha, 296 ming yurgan. 296 ming yurgan. Petnosi bor lekin 2 ta. Petnosi bor do'stlarim. Kraskasi emas, petnolari bor. Yurish-turish motor hadovalar bexijolat. 1.6. Aha. 1.6 motorlar. Ana akalar 1.6 gidravlika dons do'stlarim. Aka, aksiya 4 milliongacha deb yozib qo'yibsiz. Eski narxi qancha bo'lgan aka buni? Narxi buni xudosi 74 million bahosi bo'lgan aka. Aha. Ramazon oyi xudosi skidkasi bilan sizlarga 4 million skidka 70 million tan narxi aka buni. 4 million do'stlar mana 74 million eski narxi bo'lgan 4 million skidka do'stlar arzoniga 70 million so'mga qilib beryapmiz. 7 million. Misol uchun oldin bilsangiz 10%, 20%, 30% bo'ladi pul olamiz. Bilasizmi? Aha. Hozir unaqa emas. Hozir 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Gap yo'q. O'zining talabiga qarab. Eng pasti 10% bo'ladi. Aha. 70 million bilan qilib beramiz. 70 million so'm bilan qilib beramiz. Bosh to'lov yashil bilan 7 million bilan. bo'ladi. 7 million bilan do'stlar bosh to'lov oyma-oy bo'lib to'lashga olib ketaveramiz. 14 aka. 14 do'stlar. Salonlarimiz ham mana sizlarga ko'raverasizlar holatlarini, sidinlarini. Aka texnik holati ishi yo'q-a? Texnik holati ishi yo'q do'stlar. Texnik holati do'stlar ishi yo'q. Mana metangazi bor. Ko'raverasizlar. Balonlar ukam deganlarga balonlarni ham ko'rinishi. Keyingi mashinamiz aka Spark. Keyingi mashinamiz aka eng zo'r mashina bo'ladi-ya, shaharchi bo'ladi, bilasizmi? Aha. Avtomat korobka degan bo'ladi-ku. Hop. Avtomat korobka. 2015. Hop. Toza inshaalloh bu. 172 ming yurgan. 172 ming 2015 toza aka. Kraska toza. 5 million skidka. 70 million tan narxi aka. 75 million eski narxi mana do'stlarim. Minus 5 million bus parkimizga bo'lyapti. 70 million, bosh to'lov bilan 7 million. To'g'rimi aka?
Gap do'stlar. Motor ходовой korobkalar behiy hijolatmi aka? Ishi yo'q. Yurish turishda kamchilik yo'q, a? Yo'q. Mana do'stlarim, balonlarimiz charim. Yurish turishlarda qadrdonlar kamchiliklar yo'q. Mana. Aka, mana hozir mana shu mashinani kraskasini tozalayapsiz, Xudo to'g'rimi? xolasa, inshaalloh. Mabodo kelsa, tekshirib olsa, chiqib qolgan joyiga nima bo'ladi O't endi? beramiz aka, detaliga o't beramiz. Necha pul o't berasiz detaliga? 200 o't beramiz aka. Gap. Gap o't beramiz. Arsoningizdan, yigit so'zdan $300 do'stlar chiqib qolgan joyiga gap o't beraveramiz deganlar. Keyingi mashinamiz. 2015. Hop. Hop, 166 ming yurgan. Aha. Buni ham ikkita joydan petnosi, uchta joyda petnosi bor buni. Hop. Birinchi paysi. Hop. O'zini eski tan narxi 65 million. 65 million bo'lgan. Aha. Hozir bunga 3 million skidka qilib beraman aka, 62 million bo'ladi. 3 million skidka do'stlar, 3 million bo'lsa aka, arzoniga. Aha. 6,5 millionga qilib beraman o'shanda. 6,5 million so'm bilan do'stlar Spark. Oldin Gap bilsangiz yo'q. 6,5 million faqat Matiz chiqardi. Aha. Endi mana Spark chiqyapti. Spark chiqyapti. Kraskalari qanaqa aka buni? Mana 3 ta petnosi bor, metan gazlari bor, tayyor bu ham. 3 dona petnosi bor, metan gazlari bor do'stlar, tayyor mana. Salonlarimizni ham bitta ko'ringlar do'stlar. Mahmudjon, yurish turishi qanaqa ukam deganlarga motorlarni ham oching bir ko'rsataylik endi aka. Toshkent motor dolasa aka hech qanaqa ishi yo'q. Ichkarida. Aha. Hop. Mana do'stlarim, balonlari. Hech qayerda ukam ishi yo'q deyapti. Oladi, minadi. Motorlari ham katta Toshkent motordan. Mana, chista akkuratniy qilib, metan gazlari qilib qo'ygan do'stlarim. Yaxshi, bemalol murojaat qilasizlar. 6 million 500 million qilib beramiz aka buni. 500 ming bilan do'stlar bemalol olib ketaverasizlar. Mana. Bitta pasportga aka. Yana bitta savol aka. Masalan, o'zim bu mashinalarni xarid qilib, Rossiyaga chiqsam, Koreya yoki Qirg'izistonga chiqib ketadigan bo'lsam, muammosi bo'lmaydimi deganlarga nima deysiz? Hop, buni olib uyga tashlab qo'yib, hozir o'rab qo'yadim, hozir dadasi foydalanadi, akasi foydalansa bo'ladi, farqi yo'q uni. O'zi uyda turib, kartadan to'lab qo'ysam bo'ladi, xolasa ashula jo'natib to'lab qo'ysam bo'ladi, farqi yo'q. Chiqib ketib ishni qilib yuboradi buni. Gap yo'q. Ishlarga Kartadan muammo to'laysizmi, boshqadan to'laysizmi? Muammosi. Oson yo'llarni qilib beramiz aka. Kelishimiz yordam ham beryapmiz to'lashiga. Damas do'stlar, bitta ko'ringlarchi qadrdonlar, Damaslarda ham aksiya qilib o'rganmiz. Buni aytaymi, bunga rosa katta aksiya qilib beramanlar. Yo'q-a? O'zi tan narxi 80 million bo'lgan. Aha. Siz uchun obunalar uchun bo'lib 7 million. 7 million minusiga aka. Minusiga 73 millionga. 73 millionga do'stlar pichiladi. Bosh to'lov qancha bilan chiqadi aka bu? 7 million 300 million chiqaveradi.